Assalomu alaykum. Almaz aka, va alaykum assalom. To'xtab turasizda aka hozir. Aka. Gapingizni javob berasiz. Aka, endi bitta narsada men boshqa narsaga nima qilardim e'tiborda. Mana shu ishda atrofida butun hozir odamlarning e'tibori mana o yalang'och ayol, mana o gapirayotgan hovuz ichidagi bloger domlacha va hokazo. Hamma mana shuni atrofida vasir bo'lyapti. Xuddi shu mahalla tekis O'zbekistonda 2026-yildan foiz stavkalari oshirildi. Daromad solig'i 15% ga oshirildi. Undan tashqari yana ba'zi bir nimalarga foizlar oshirildi. Daromad foizi oshirildi, yer, mulk foizi oshirildi 15% ga, suv resurslaridan foydalanish 7% ga oshirildi. Bu narsa hech qayerda gapirilmayapti va hech kimda ishi ham yo'q bu bilan odamlarda. Mana hech to'polon bo'lib turgan joyda tekis mana narsa qabul qilindi va birov bilmay ham qoldi, bunday qilib aytganda. Lekin yaxshi yil stavkalari oshdi. 2026-yildan juda ko'p narsalarga stavkalar oshib ketdi. Shunga bilsa ham bilmadim, endi bilsa ham nima qilishi mumkin deb o'ylaysiz? Bildi, masalan, xalq shunaqaligini bilsa, chiqib hokimiyatni ag'darib yuboradimi yo bunga qarshi chiqadimi? Menimcha endi atay o'zi mana shunaqangi to's-to'polonlar o'zi nimanidir sali yeng ichida o'tkazib yuborishligi uchun hayb qilinadigan narsalar ko'p, endi shunaqalardan bo'lishligi ham ehtimoli bor. Lekin mabodo deylik, hech narsa bo'lmadi, hech narsani hayb qilishmadi-da, ochiq oydin mana sizlarga shuni ko'tarib qo'ydik desa. Men endi bugun yashamayapman, necha yildan beri voqealarni ko'rib, xalqqa davlat tarafidan qasddan qilinadigan nohaqliklarni bir qanchasini ko'rganman, ya'ni ochiq oydinlari bor. Masalan, gazini nagli sotib olib turib, o'zini xalqiga bermasdan xonavayron qilib, qishi bilan bechoralar sovuqda hatto ba'zi yillar hali yosh go'daklar o'lgan, yo is gazidan bir yilda 20-30 talab odamlar o'lganlari ham bo'ldi. Ya'ni bir odamning o'limi degani kichkina narsa emas-da. Shu paytda chiqib ko'tarilib, qani bizni gazimiz xalq qirilib ketguncha ham shunaqa qilasanmi, nomardlar deb chiqmagan odam qaysidir stavkani yo qaysidir masalan nalogni ozgina ko'tarib qo'ysa nimadir deyishiga men hayronman. Mayli aytib gapirib muhokama qilsa mayli, lekin ko'pincha shuni muhokama qilganda ham bir erkakcha muhokama bo'lmaydi. Desa, endi hamma manaqangi sarf-xarajatlar ko'payyapti, shuning uchun soliqni ko'paytiramiz deb qo'yadi, bo'ldi. O'zi uning soliqni olgan pulini qayerga ishlatayotganini ham hech kim otchotini bermaydi. Misoli, shuning uchun aytmoqchiman, agar shunaqaligini bilganda ham, endi bu bittani qarang, bu bilmasan yo bu muhim emas degan maqsadda aytmayapman. Mabodo bildi xalq, nima deb o'ylaysiz? Nima deb reaksiya bildiradi? Shunga. aynan buni aldaydiganlar chiqadi-da, uni agar shunaqa desa ham. Endi buni ko'tarishining sababi hali nimaga gaz bermayapsiz, gaz muzlab qoldi deb chiqdi hali bitta ahmoq. Bu hatto gaz haqida ham tasavvuri yo'q odamda o'zi. Gaz degani muzlaydimi? Bo'pti, muzlasin, qancha gradusda muzlaydi? Shuni hech bo'lmasa bugun internet bor, bunday qarab olib ham, to'xta, bu gaz degani o 150 gradus minus tepada muzlar ekan, u bizda 10 gradus, 20 gradus sovuq bo'lgandir. Desa nima bo'pti? Aytib qo'yaraydi, endi tepadan buyurgan deb turib aytib qo'yaveryapti. Shunaqangi bittasi chiqib shunday deb yolg'ondan shuni oshirmasak bo'lmaydi deb aytib qo'yadi. Bo'ldi, shu bilan rostlanamiz oshirmasa bo'lmay qolgan ekan deb qo'yishadi. Bo'ldi, o'tib ketadi. Endi meni fikrimda yo qarshilik ham qilish mumkinmi? Aynan ana shunaqa narsalarga e'tibor qaratishga o'rgatishimiz kerak deyman-da xalqimizga. Savol javoblarga qaytamiz. Xolidbek
Ketdamisiz? Yo, shu yerda bitta narsa borda aka, o'rgatishimiz Ha, kerak deyapsiz-ku. O'rgatishligimiz uchun narxni oshib ketganligini bildirishlikni o'zi o'rgatish deb bilmayman men. Ya'ni zulm odamlarda isyonni uyg'otadigan narsa bo'lmaydi. Ya'ni birovga zulm qilsang ertaga oxirali bizda gap bor, oxiri to'lib ketsa portlaydi bir kuni deb. Bekor gap, yolg'on gap. Birovga zulm qilsang, ko'p zulm qilsang isyonga kelmaydi u odam. Qaytanga zulmga ko'nikib big'ir zombi bo'lib qoladi oxiri. Zulm qilsang ham hech narsa, qaytanga zulm qilmasang hayron bo'ladigan, nimaga zulm qilmayapsiz deb o'zi kelib so'raydigan darajaga yetib qoladi. Yani bugungi biz xalqlarga o'xshab. Qachon odam isyon qiladi zulmga desa, zulmni his qilsa, ya'ni bu menga zulm qilyapti deb tushunsa, shu odam portlaydi. Lekin nima endi oshiryapti endi davlat o'zi masalan umuman nalog degan narsa bo'lish kerak degan lug'atda aytgan bechora kim bo'lsa ham, galstigi bormi, yo'qmi, yoshmi, qarami, nalog bo'lish kerakda degan lug'at og'zidan chiqsa aytaman, mana odamni 700 yil zulm qilgan, ustiga chiqib bavul qilgan har kuni mana shu ahmoqni ko'zi ochilmaydi deyman-da. Aniq ochilmaydi. Chunki u zulmni eng tagini, ya'ni o'zi bizdan nalog olish kerakda degan narsani qo'yib oldimi? Olaveradi dedi. Oz oldi nima, ko'p oldi. 1 so'm oldi nima, 5 so'm oldi nima. Har kuni 1 so'm olaveramizmi? Endi 5 so'm qilib qo'yaylik deydi. 5 so'mda endi 5 so'm bo'ldi nima, 6 so'm bo'ldi nima. Sekin-sekin 8 qiladi, 10 qiladi. Ketaveradi u o'zi zulmni his qiladigan odam, sen mendan nimaga nalog olyapsan degan gapni gapirgan odam uyg'onadi. O'zi bormi o'zi O'zbekistonning birorta strukturasida nimaga nalog olasan deydigan bir partiyami, tashkilotmi, muxolifatmi, men hali hech kimdan eshitmadim shu gapni. O'zi birortasi uyg'onmas, na muxolifati, na o'sha boshqa tashkilotlari, na chiqib gapiradigan blogerlari, hali birortasi nalog noqonuniy narsa, zulm, Alloh nalogni zulm degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nalog haqida ochiq hadislari bor. Makkos jannatga kirmaydi degan. Ya'ni makkos degan nalog yig'adigan degan. Bugungi nalog yig'adigan davlat va uning ustida bosh-qosh bo'lganlar Rasululloh hadislariga ko'ra jannatga kirmaydi. Alloh harom qilgan. O'shaligi zinodagi tavba toshbo'ron qilib tavba bo'lgan ayol haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayotganda, bu ayol shunday tavba qildiki, buni tavbasini agar taqsimlasa, butun Madina ahliga yetadigan tavba qildi. Agar degan nalogi ham shunga o'xshagan, ya'ni Makka shunga o'xshab tavba qilganda Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilardi degan. Ya'ni shunaqa darajadagi yomon amal u, nalog olish, nalog joriy qilish degani islomdagi eng katta haromlardan. Islomda hech qachon mu'min odam bo'lib ham kambag'aldan nalog olmaydi. Davlat boyga soliq solishi mumkin. Qaysi soliq desa, shar'iy bo'lgan, Alloh farz qilgan molidan chiqaradigan zakotni. Ushurdi. Alloh joriy qilgan. Va musulmonlarning haqqini ustidagi agar musulmonlarni rostdan qaysidir zaruratiga davlat yetkiza olmasa, boylardan pul yig'adi. O'sha boylardan ham nimaga pul yig'adi desali, kambag'allardagi yetmayotgan ehtiyoji uchun yig'adi. Hatto o'shini ham fitna xavfi bo'lsa, davlat qarzga oladi. Endi bugungilarga shuni singdirib o'rganda, nalog bo'lmasa qanaqa davlatni boshqaradi deydi. Davlatni boshqarishlik uchun o'zi yetarli boshqa narsalar bor-da. Shu umumiy mulkning 5 dan biri, o'zi umumiy mulkning qolgan 4 qismi xalqqa beriladi. O'sha bir qismi davlat boshqarish uchun sarflanadi. Shar'an o'sha davlat mulki deyotgan mulklar bo'ladi, chunki islomda davlat hamma yo'lda monopoliya qilmaydi. Odamlar qiladigan ishni odamlarni o'ziga tashlaydi. Shuning uchun odamlar o'zlari ish qilib, o'zlari pul topib, o'zlari zakotini chiqarib, o'zlari o'shanaqangi o'zini mas'ul bo'lgan qo'l ostidagi nafaqasini berish keraklarga beradi. Nalogga ehtiyojini sezmaydi. O'shuncha islomda nalog bo'lmagan, yolg'on gapirishyapti. Kinolarda ham yolg'on kino o'ynayapti.
tarixga yolg'ondan bizga nima qilib nalog olgan, soliq olgan, turklarga borib vergi olgan deb yolg'on hammasi. Olmagan, olmaydi. Islomda kambag'aldan umuman narsa olinmaydi. Unga beriladi faqat. O'z boshqalardan ham olganda o'shunga beriladi. Masalan, zakotda ham olib turib boydan kambag'alga beriladi-da uni. Bugun hali qiziq yeri kambag'aldan olyapti-da o'zi. Endi bundan olding kimga berasan buni? Rostdan bir o'ylantiradigan narsa-da. Hali zo'rg'a yurgan kambag'aldan ko'chada bir tirikchiligini qilaman-da, hali kampir 4 kilo bir semichkani olib chiqib sotib o'tirsa, stolini tepib, nalogini to'la deb nalogi kelyapti. Endi mana shu kampirdan olgan pulingni qayerga sarflashing mumkin? Mash haqida o'ylamagan odamlarda bu zulmni his qiladi deb o'ylamayman u. O'z tagini his qilmagandan keyin tepasida nima qizig'i bor unga? Nalog olishlik zulm. Mana o zulmga qarshi kurashaman deb chiqsa, mana shu odam u nalog haqida rostdan zulmni his qilgan odam. Undan boshqasi 5% olardi, endi 10% qilib qo'yibdi, to'polon qilaylik, yana qaytib 5% qilib qo'ysin deganda aytaman, ahmoq bu deyman. Agar rosa shu katta to'polon qilsa 5% qilib qo'yish mumkin aldash uchun. Lekin boshqa tarafidan yana uni sekin ko'tarib turib o'shana qilib bir xil qiladi. O'shuncha odamlarga tagini tushuntirish kerak, asosini tushuntirish kerak deyman. Bugungi o'sha bo'layotgan xabarlarda rostdan junbishga kelish uchun har doim qayta-qayta aytish kerak, nalog harom, islom harom qilgan, Alloh harom qildi, Rasuli harom qildi. Olinmaydi deb kunda qaytarib kerak. Har safar nalog haqida gap chiqqanda hamma qaytarib kerak shu gapni. To odamlar shunga ko'nib, nalog harom ekan, men nalog bermayman. Nimaga mendan nalog olasan deb to'polon qiladigan darajaga chiqqunicha, ya'ni his qilgunicha zulmda. Ularga shu gapni qaytarish kerak, nariyaga o'tish kerak emas. Chunki kamiga rozi bo'lib, oshig'iga rozi bo'lmagan g'alatida endi 15% yana oshibdi. Endi norozilik qilaylik. Norozilik qilsak bo'pti, yana 15% qaytarib tushirib qo'ysa, rozi bo'lamizmi? Baribir ish harom u. Baribir zulm bilan olyapti-yu. Shunaqa narsaga ko'ndirmaguncha deyapman. Bu odamlar uyg'onmaydi. Narigisi bilan uyg'onmaydi. Ya'ni ozgina oshib qopti, shunga qarshi bo'laylik degan narsa bilan odam uyg'onmaydi. Bunaqa narsa tarixda ham ko'p bo'lganda, masalan, endi o'zbek xalqiga mana shu gapni aytish bilmadim qanchalik ta'sir qiladi, lekin qirg'iz xalqida avval shunaqa narxlar ko'tarilsa, to'polon qilib ko'chaga chiqardi. Hatto davlatlarni haligi katta organlarni, hatto o'sha prezidentlarni qochib ketishga majbur qiladigan darajada tashqariga chiqqan paytlari bo'ldi. Svet bir mahallar ko'tarilganda birdaniga ko'tarilib borib Oq uyni toshbo'ron qilishgan. Prezident qochib ketgan. Lekin zulmni his qilmaganligi uchun aldab qo'ydi. Yana bittasi kelib turib, "Bo'ldi mana" dedi. Ko'tarib yeymiz, zolimlar ko'tarib yubordi avvalgilar, dedi. Hamma qarshi olib, mana endi biz haqiqiy prezidentga erishdik dedi. U ham sekin-sekin endi bu baribir ko'tarmasak bo'lmaydi ekan deb o'ylab ko'ringlar mana. Har kuni yongani yaxshimi yo o'chib qolgani yaxshimi? Odamlar endi yongani yaxshi, unda ko'taramiz ekan, bo'lmasam bo'lmayapti ekan deb hali to'satdan emas, aldash yo'li bilan ko'tarib avvalgilardan o'sha quvib tashlaganlardan ham battar ko'tarib tashladi. Quvmadi keyingini. Nimagasa keyingisi aldashni bildi. Mana o yangi kelgan qasamxo'rni ko'ryapsan aldashini. Shu birinchi kelgan mahalla ham 5-6 yil oldin, mana 1 yil sabr qilib turinglar, svet hech kimda o'chmaydi degan. 1 yildan keyin chiqib olib 3 yil sabr qilib turinglar dedi. 3 yildan keyin chiqib olib yana 3 yil, yaqinda chiqib olib yana 3 yil sabr qilib turinglar deyapti. G'alatida haligi. Sabr qilib bo'ldi-ku yana desa, hozir mana beryapmiz sizlarga svet. Shu ko'tarib qo'yib shunchalik sizlardan olib, shunchalik hali sizlarga hozir limit qo'yib qo'ygan, limitni hali O'zbekistonning limitiga o'xshatib emas. Ya'ni ko'proq narsani ishlatsangiz avtomatik o'chib qoladi. Shunaqangi limit qo'yib qo'ygan. Ya'ni 3 kilovatdan oshiq narsani birdaniga yoqsangiz svetingiz o'chib qoladi. Zulmda o'zi bu. Sen nimaga shunaqa zulm qilyapsan deb kecha bittasi baqirdi-yu prezidentga.
Chaqir ana baqirayotgan odam dedi. Chaqiruvdi keldi. Keluvdi haligini aldayapti. Qara, to'g'ri biz shunaqangi limit qo'yib qo'ydik. Ilojimiz yo'q deyapti. Agar shunaqa qilmasak deyapti, ertaga seni sveting butunlay bo'lmaydi. To'xta, sendan avvalgilar limit qo'ymagan ekan, svetimiz bor edi-yu, har qisha sen yomonlayotgan eski prezidentlar birortasi limit qo'ymagan. Shular paytda bor edi-yu, nimaga endi yo'qib qoladi degan savolni hech kim bermadi. Haligini aldab bugun senga limit qo'ymasa ertaga o'chib qoladi deyapti. O'zi uni sotib yeb qo'ygan uni. Uni ashini qilib bersa ham bo'lar edi, o'zi svetni boshida o'tiradigan davlat. Nechta gezi bor, ya'ni suvni eng boshida hamma svet shularda o'zi, hatto tashqariga eksport ham qiladi. Qozog'iston bilan Afg'onistonga svet sotadi. Lekin o'zini xalqiga bermayapti. Narigilarni sotganini ham yeb qo'yadi o'zi. Lekin xalqni aldash uchun bugun ishlatmasang deyapti. Ertaga bir yo'li yo'qib qoladi. Bir yo'li ertaga yo'qib qolsinmi yo bugun ozroq beraylikmi desa, haligi bechora ham ertaga yo'qib qolmasin deb, bugun ozroq beraveringlar deyapti-da. Aldayapti-da, qarang. Nagli. O'shuncha zulmni u o'lib ketguncha ham his qilmaydi u odam. Aldab qo'ysa, rostdan ham o'zi gap bizda ekanda, ko'p ishlatib qo'yapmiz ekan, ko'p go'sht yeb qo'yapmiz ekan deganda, shuning uchun biz qimmatlatib yuboribmiz ko'p go'sht yeb deganda, ular ham ko'p svet ishlabdi, biz ekanda aybdor o'zi deyapti. Aybni o'ziga yuklab qo'ydi. O'shuning uchun ham zulmni his qilish uchun hali asosiy qoidaga olib kelish kerak. Sen insonsan, haloldan pul topyapsan. Sendan birov kelib, mana uni nalogga deb sendan ovolishi qanaqa amal deyishingiz kerak? Zulm. Men rozi bo'lmasdan men bir narsani mendan tortib olishligi zulm bo'ladi. Desa, mana u normalniy odam ekan, bu odamga o'xshagan odam ekan mana u. Miyasi zaharlanmagan odam ekan mana shu. Ana ularni yolg'on aytayotgan gaplardan ta'sirlanib, nalog bo'lmasa hayotimiz o'tmay qoladi. Biz o'zimizni hayotimizni farovon qilish uchun nalog beryapmiz. O'libdi, mana odamgarchilikdan chiqib bo'pti. Buni ustiga chiqib olib, har kuni bavul qilsang ham ko'z ochilmaydi bu. Zulmni his qilmaydi bu. O'libdi o'zi bu. O'lgan odam qanaqa qilib zulmni his qiladi? Uni oshirib yubording nima, tushirib yubording nima farqi bor u? O'z zulmni qabul qilib turib, to'g'ri deyapti. Narigi to'g'ri degandan keyin xohlagancha zulm qiladi deb qilyapti-yu mana. Davlatni boshqarish uchun nima? Nalogdan boshqa pul yo'qmi? Oltinlar o'zlari maqtanayotgan rekord darajasida oltin sotdik. Dunyoda birinchi o'rinda oltin sotdik, gaz sotdik, boshqa uranini sotyapmiz, hamma yo'g'ini sotyapmiz deyotgan odamlar. Qani shu pul davlatni idora qilgani, o'sha puldan idora qilib qo'ysanglar bo'lmaydimi? Sizlarda oltininglarmi u? Bizdan nalog olmasdan ana shu puldan qilaver. Bizni pulimiz ko'payib ketsa, zakot berib kambag'allarimizga beraylik. Alloh halol qilgan o'sha pulni berishdi. Lekin meni bir bo'lib hamcha kambag'al odamning pulini nalog deb olib qo'yishing harom bo'ladi senga. Jannatni hidini ham hidamaysan. Shunaqa qilib olib qo'ysang, nalog qilib olgan jannatga kirmaydi deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Vahiy bu. Kirmaysan jannatga. O'shanaqa demagungacha bu xalq uyg'onmaydi. Qachon o'shanaqa desa, shuni his qilib, meni pulimni birov olishga haqqi yo'q, men roziligimdan berganimdagina olishi mumkin birov. Undan boshqa paytda mendan kelib nalogini ber, boshqani ber deb talab qilishga haqqi yo'q deb tushungan mahalla keyin shu narsani zulmliligini tushungan bo'ladi, his qilgan bo'ladi. Bo'lmasam uni qizig'i yo'q uni o'zi. Shuning uchun ham tagini aytib turarish kerak, tepasini aytmash kerak. Meni fikrimda endi balkim noto'g'ri bo'lsa aytinglar.